Bu xonadonimizda barcha o'zbek oilalari havas qiladigan xonani qilishgan. 100 ta o'rindiqli kichkinagina masjidni barpo qilishgan uyimizning podvol qismida. Assalomu alaykum. Navbatdagi xonadonimizni bitirdik. Bu xonadonimiz Qo'qon shahrida. Bu xonadonimizda ham 3 ta aka mahoratini ko'rishingiz mumkin. Akamiz bu yerga polniy uyi eshiklarini qilib berganlar. Biz korpusning mebellarini, zakaz mebellarni hammasini qilib berganmiz. Ukamiz bu yerda kravatli va mягкий обивкаларni qilib berganmiz. Bu kuxnyamiz ko'rib turganingizda neobichniy stilda qilingan. Umuman hali bunaqa fasadda qilmagan edik. Biz uchun ham yengillik bo'ldi. Buni o'rta qismi arix rangdan qilingan va arix shponga rang sepilgan, och rangini berilgan va past qismi ko'rib turganingizdek, past qismiga hammasiga dub shpondan chiqarilgan. Ko'rib baho berasizlar. Bu kuxnyamizda stolishnicasini o'zi bitta tema hazilagam stolishnica ketmagan va har bittasini gulini gulga keltirib, stolishnica qo'yilayotgan vaqtda ham o'zimizni Toshkentdan o'zim olib kelib, stolishnicani qo'ydirib olib ketgan edim. Qolgan xonalarni ham bemalol ko'rishingiz mumkin. Vaqtingizni achinaysizlar. Bu uyimizning prixoshka zonasi kirib turganda mana shunaqa ochiq joylarga открытый narsalar qo'yib qo'yishga mo'ljallanadi va bu yoqga oyoq kiyimga zona qilib berildi. Bu ham hammasi shpondan dizayner bergan narsani biriga bir qilib chiqarib berganmiz. Hozirgi kunda trendga aylanayotgan zinani yonini shpondan обшивка qilish. Bu yerda ham xuddi shu narsani shpondan qilib berdik va pastga podvolga tushib ketish joyi va tepaga ikkinchi etajga chiqib ketish joyini ham shpondan qilib berdik. Va bu yoqda ko'rib turganingizdek, katta joyi devorimni обшивка dizayner bergan narsasini krashinlikdan qilib chiqarib berganmiz. Bu xonadonimizning asosiy zal qismi hisoblanadi. Bu mягкий zonasi hisoblanyapti va orqaga shpondan обшивка qilib berganmiz. Bu yoq tarafida bo'ladigan bo'lsa, televizor zona qilib berganmiz. Buni dapatalka qilib alyumin profildan ishlab chiqqanmiz. Bu zalimizning stol zonasi. Bu yoqga bu devorga hammasiga обшивка qilib berganmiz. 3D rover, oyna va shponli обшивкаlar qilib berganmiz. Bu xonamiz birinchi etajdagi yotoqxona. Bu yerda ko'rib turganingizdek katta qilib spinka qilib mягкий обивкада qilib berilgan va tumbuchkalari ham alohida stilda qilib berilgan, neobichniy qilib chiqarib berilgan. Bu yoq tarafi televizor zona va make-up zonasi. Shkafimiz ham 3 ta zonaga ajratilgan, obkladli qilib ishlab berilgan. Bunga ham bitta baho berasizlar. Ikkinchi etajda zal qismiga 2 ta oynali eshik qilib berganmiz va ikkita chetiga shpondan shkaf qilib berganmiz va kirgandan keyin bu yerda televizor zonasi servant o'rnida qilib berilgan. O'rtasi mana shu MDF ni ham 3D roverda MDF dan chiqarib berilgan. Ko'rib baho berasizlar. Bu garderobni xonamiz ota-onalar xonasi uchun qilingan. Faqat ikkita odamni bu yerda kiyimlari turadi. Ko'rib turganingizdek, alyumin profildan ishlangan va har bittasiga podsvetka qilib berilgan. Bu alyumin profil ham hozir trendga aylanyapti va o'rtaga astrolog qilib berganmiz. Tepa qismini hammasini ko'rib turganingizdek, oynali qilib ichida yacheykalarga ajratib berilgan. Ko'rib turganingizdek, bu xonamizga glansli laminatdan ishlatganmiz. Kichkina bo'lishi mumkin, lekin 33 ta laminat mana bunga ishlatganmiz. Nimaga laminatdan qilingan deydigan bo'lsak, glanslida shpon effektini chiqarib berish uchun. Agar shpon bo'lib ketadigan bo'lsa, 3 barobar, 4 barobar qimmat chiqib ketdi. O'shaning uchun biz glansli laminat taklif qildik va o'zlari tanlagan ranglariga o'zlariga mana shu narsani ishlab chiqarib berdik. Bu xonadonimizda ham barcha eshiklarni o'zimiz qilib berganmiz. Bu eshiklardan boshqa eshiklardan farqlari ko'rib turganingizdek, xonani lepkasigacha yaqin, patologik lepkasigacha yaqin qilib berganmiz. Bir xil xonadonlarda framugalik qilib, baland qilib eshik qoldirib ketishadi. O'sha narsani framuga qilmasligiga bitta yechim desa ham bo'ladi. Eshikning bo'yi pastroq, lekin tepasiga обшивка qilingan, lekin tojlarimiz, chetidagi nalishniklarimiz tepagacha aylanib ketgan. Mana shu stilni boshqa yo'llarda ishlatishlarga ham taklif qilamiz. Bu qiz bolaxonamizda ham ko'rib turganingizdek, o'ziga yarasha rangli tanlangan va neobichniy fasad turi. Obkladni qayta aralashtirib turib, o'rtasiga gul tushirilgan. O'shanga ham baho beramiz va bosh tarafini splashnoy qilib, mягкий обивкаdan qilganmiz.
xonamizni obzorimizdagi eng oxirgi xona. Bu xonamizda detskiy mebelni birga bir qilib chiqazib berdik. Hattoki ruchkalarini MDF dan qilib chiqazib berdik. Bitta ko'rib baho berasizlar. Bizani qiynagan joylardan bittasi mana shu detali qiynadi. Balandligi 2.40, eniga ham 2.40. O'rtada Toshkentdan olib kelgungacha stik tushib qolgan edi. Joyida sepib, hammasini keltirib mijozimizga yoqadigan darajaga olib kelib berganmiz va har bitta detal bir-biriga mos qilib tushirilgan. Spinkasi bo'ladimi, bu parta bo'ladimi, shkaf bo'ladimi, hammasini birga bir qilib berganmiz. Kimga shunaqa mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilishingiz mumkin. Rahmat, sog' bo'linglar.